Umaqchi o'qdoshlar, bugungi hikoyamiz o'g'riga yon bosganning o'zi imonsiz. O'tgan zamonda bir mahallada bir qoz bilan bir boy bo'lgan ekan. Bir kuni boy yarim kechada qozining eshigini qaqibdi. "Ha, kim?" deb so'rabdi qozi. "Taqsir, men" debdi boy. Qozi boyni unidan tunib, eshikni ochib uyga boshlabdi. "Xo'sh, nima ish taqsir?" deb so'rabdi qozi. "Hech yo'q qozim. Men hozir Soyim qo'chqorining hiyliqi semiz oq qo'chqorini eplamoqchiman. Agar ishimiz o'ng'a tortmay, oshkor bo'lib qolsa, mana buni oz ko'rmay tasarruf qilib, bizni nomusdan saqlab qolarlar" deb bir oz pulni qozining oldiga qo'yibdi. Hey, nima deydiganlar, shundoq qilamiz, albatta, xotirjam bo'lsizlar" debdi qozi. Aradan ko'p o'tmay, qo'chqor boyning shahardagi qo'rusidan chiqibdi. Sayim buni ko'rib qoziga arz qilib kelibdi. "Ha, nima deysan?" debdi qozi Sayim qo'chqorga. "Mening yaqinda yo'qolgan semiz oq qo'chqorim boyning shahardagi qo'rusidan topildi. Janoblari, iltifot qilib, adolatlik bilan qo'chqorni egasiga buyurib berishlarini so'rayman." "Nima?" debdi qozi ochiq qilgan bo'lib. "Boyni sendek ro'di paylarning bir qo'chqorga o'g'irlikqa tushadigan odam demsan? Uning xudo bergan yuzlab pordoq mili va nurg'un boyligi bor. Shuni o'ziga yetib oshidi." "Janoblari," debdi Sayim qoziga yalvirib, "mening dunyoga kelib ko'rgan boyligim shu bir qo'chqor edi. Men tuhmat qilmayman. U meningki edi. Ko'p uloqlamay chiq, imonsiz. Boy hajga 2 navbat berib kelgan hoji sohib kishidir. Uningga tuhmat chapligining shariati cho'ng gunoh. Chiq, yo'qol ko'zimdan" deb Sayim nahiy debdi. "O'g'riga yon bosganning o'zi imonsiz" deb javob qaytiribdi Sayim nafrat bildirib. Qozi bu so'zni anglagandan keyin tili tutilib, kekachlab qopdi. Dimi ichiga tushib, uyga kirib ketibdi. Hikmat: boshqalarning narsini o'zining qilib olganlarni qo'llaganlik yomonlikning jumlasidir. Atalar to'g'ri aytgan. O'g'riga yon bosganning o'zi imonsiz.